bahraynlik hakamlar boshqarib borishadi. Markazda uchrashuv komissarining ortida Navab Shukurulloh turibdi. Unga qanotlarda o'z hamyurtlariga yordam berishadi. Albatta biz hakamlar guruhi jamoalar tarkibi bilan alohida tanishtirib o'tamiz. Muhimi bugun O'zbekiston terma jamoasidan chiroyli o'yin va ishonchli g'alaba kutib qolamiz. Biz bu kunni barchamiz birgalikda orzu qilib kutdik. O'zbekiston terma jamoasi ana shu musobaqaga anchagina jiddiy tayyorgarlik ko'rdi. Murabbiylar shtabi ham, futbolchilar ham so'nggi bir oy ichida juda katta hajmda ish olib borishdi. Tayyorgarlik ishlarini mana endi bevosita qilingan mehnatlarning hosilini ko'radigan payt keldi. O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari oq libosda yashil maydonga chiqib kelishyapti. Shimoliy koreyaliklar o'zlarining an'anaviy qizil rangli ko'ylaklarida bugun harakat qilishadi. Ta'kidlash lozimki, tarkib anchagina jangovar. Mirjalol Qosimov bugun eng optimal tarkibni maydonga tushiryapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Markazda 3 nafar markaziy yarim himoyachilar bilan harakat qilamiz va bu o'ylaymizki O'zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini yanada oshiradi maydon markazida ustunlikni qo'lga olish borasida. O'zbekistondan Avstraliyaga yetib borgan muxlislarni ko'rdingiz. Demak, qadrli futbol muxlislari, hozir har ikkala terma jamoa davlat madhiyalarini birgalikda tinglaymiz. Undan keyin esa sharhimizni davom ettiramiz. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Uzbekistan. Do'stlar, qadrli futbol muxlislari, demak, Sidneydagi Avstraliya stadionida B guruhining birinchi tur uchrashuvi O'zbekiston va Shimoliy Koreya terma jamoalari o'rtasidagi o'yin boshlanyapti. Har ikkala terma jamoa a'zolari uchrashuvdan avval o'sha rasmiy marosimda ishtirok etishyapti. Ta'kidlash lozim, Shimoliy Koreya terma jamoasi, ya'ni bugungi raqibimiz Osiyo Kubogi ishtirokchilari orasida eng sirli jamoa desak mubolag'a bo'lmaydi. Shimoliy koreyaliklar o'z an'analariga sodiq qolgan holda mana e'tibor bering O'zbekiston terma jamoasi tarkibi. Ammo ba'zi xatoliklar hozir Shavkat Mullajonovning o'rniga Shuhrat Muhammadiyevning suratini bizga namoyish etishdi, ammo bu texnik xatolarga e'tibor bermaymiz. Muhimi terma jamoamizning bugungi uchrashuvdagi shijoati, faolligi va ishtiroki albatta. Hozircha boshqa yangiliklar yo'q, boshqa xatoliklar yo'q tarkibda. Demak, birgina xato o'sha Shavkat Mullajonov va Shuhrat Muhammadiyevlarning almashtirib yuborilishgani. Demak, yuqoridagi fikrimizni davom ettiradigan bo'lsak, Shimoliy Koreya terma jamoasi oktyabr oyida Dubayda o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazdi va o'sha yerda 3 ta nazorat o'yinlarini tashkil etdi. Ushbu uchrashuvlarni O'zbekiston terma jamoasi murabbiylari borib kuzatishdi. Undan so'ng esa terma jamoa haqida birorta yangilik e'lon qilinmadi. Ma'lum bo'lishicha, jamoa so'nggi tayyorgarlik yig'inlarini Xitoyning ba'zi provinsiyalarida olib borgan, yopiq holatda mashg'ulotlar tashkil etilgan va bu borada qattiq sir tutildi. Qolgan barcha terma jamoalarning tayyorgarligi, rejasi, o'quv mashg'ulot yig'inlari, umuman qaysi terma jamoalarga qarshi nazorat uchrashuvlari o'tkazilishi haqidagi ma'lumotlar matbuotda chop etib borildi, lekin Shimoliy koreyaliklar chindan ham barcha tayyorgarlikni sir tutishdi. Ammo umid qilamizki, bu holat
futbolchilarimizning g'alaba qozonishiga to'sqinlik qilmaydi. Mirjalol Qosimovning ta'biri bilan aytganda, biz guruhdagi barcha raqiblarimizdan ustunmiz, kuchlimiz va buni endi amalda isbotlashimiz qoldi xolos. Chindan ham ajoyib va ko'rkam arena. Sidneydagi Avstraliya stadioni, umid qilamizki, O'zbekiston terma jamoasi mana birinchi bo'lib ana shu stadionda uchrashuvni o'tkazyapti. Oxirgi o'yinini ham aynan shu yerda o'tkazadi. Xabaringiz bor, 31 yanvar kuni Osiyo Kubogining final uchrashuvi aynan shu stadionda o'tadi va biz juda istardik O'zbekiston terma jamoasi ana shu final o'yinida ishtirok etishini. O'ylaymanki, ekran qarshisida uchrashuvni kuzatib o'tirgan barcha o'zbekistonlik futbol muxlislari fikrimizga qo'shilishadi, niyatlarimizga barchamiz duoda bo'lamiz va terma jamoamiz futbolchilariga omad tilab qolamiz. Mirjalol Qosimov boshchiligidagi murabbiylar shtabi, ta'kidlash lozim, so'nggi paytlarda Qosimov o'sha o'z shtabini ham sezilarli darajada kuchaytirdi. Dastlab faqatgina Shuhrat Maqsudov va Pyotr Gizimchuk unga yordam berishgan bo'lishsa, keyinchalik u o'z shtabiga Baxtiyor Ashurmatov va Aleksandr Volkovlarni qo'shib oldi. Har bir murabbiyga ish taqsimlab berildi. Kimdir jismoniy tayyorgarlik bo'yicha, kimdir jamoalarning taktik tayyorgarligi, yana kimdir darvozabonlar bilan alohida ishladi. Xullas, barcha murabbiylar mehnat qilishdi, futbolchilar ham katta hajmdagi ishni olib borishdi va endi mana o'sha tayyorgarlik mahsulini ko'radigan payt keldi. Uchrashuv boshlandi, qadrli futbol muxlislari, va men jamoalar tarkibi bilan tanishtirib o'taman. O'zbekiston terma jamoasi darvozasida Ignatiy Nesterov, Lokomotiv Toshkent; himoyachilar 3-Shavkat Mullajonov, Lokomotiv; 5-Anzur Ismoilov, Changchun Yatay, Xitoy; 19-raqamda Vitaliy Denisov, Lokomotiv Moskva va 23-Akmal Shorahmedov, Bunyodkor. Yarim himoyachilar 8-raqamda Server Jeparov, Siangam, Janubiy Koreya; 9-Odil Ahmedov, Krasnodar, Rossiya; 7-raqamda Aziz Haydarov, Al-Shabab, Birlashgan Arab Amirliklari; 17-Sanjar Tursunov, Vorskla, Ukraina va 18-raqamda Timur Kapadze. Timur hozircha erkin agent maqomiga ega. Demak, yagona hujumchi 11-raqamda Igor Sergeyev, Paxtakor. Bosh murabbiy Mirjalol Qosimov. Shimoliy Koreya terma jamoasi quyidagi tanaffusga yo'l olishmoqda. Biz ham biroz dam olamiz va ikkinchi bo'limda sharhimizni davom ettiramiz. Birinchi bo'lim haqida nimalarni aytishim mumkin? O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari ustunlikka ega bo'lishdi. Tashabbus biz tomonda bo'ldi. Raqib futbolchilari vaqti bilan hujumga o'tib turishdi, lekin to'pni nazorat qilish, xavfli vaziyatlar sodir etish borasida baribir o'zbekistonlik futbolchilar ustunlikka ega bo'lishdi. Ta'kidlash lozimki, birinchi bo'limda Timur Kapadze va Sanjar Tursunovda juda yaxshi imkoniyatlar yuzaga keldi hisobni ochish uchun, lekin hozircha 0-0 hisobi o'yinda saqlanib turibdi. Server Jeparov sardor sifatida jamoadoshlarini mana ikkinchi bo'limga ham ruhlantirmoqda. Futbolchilarimiz ikkinchi bo'limni boshlab berishadi hozir. Endi ekranlaringizning chap tomonidagi darvozani Ri Myongguk qo'riqlaydi. O'zbekistonlik futbolchilar ekranlaringizning o'ng tomonida joylashgan maydonning ikkinchi yarmida o'z o'rinlarini egallashdi. Jamoalar tarkibini yodingizga solib o'taman. O'zbekiston terma jamoasi tarkibi quyidagi futbolchilardan iborat. Darvozada Ignatiy Nesterov, 12-raqamda himoyachilar 3-Shavkat Mullajonov, 5-Anzur Ismoilov, 10-Yongjik. Bosh murabbiy Jo Topson. Demak, qadrli futbol muxlislari, standart vaziyat. Ikkinchi taymning dastlabki daqiqalarida futbolchilarimiz imkoniyatga ega bo'lishmoqda. Ko'ramiz hozir ushbu standartning amalga oshirilishini. To'p oldida Sanjar Tursunov va Server Jeparovlar. Sanjar Tursunov to'pni jarima maydoniga yetkazib berdi va to'p darvoza tomon yo'llandi, ammo darvoza to'sining ustidan o'tib maydonni tark etdi. Yomg'ir Sidneyda chindan ham nihoyatda kuchaydi. Mana e'tibor qaratishimiz mumkin. Bu uchrashuv translyatsiyasida ham yaqqol sezilyapti. O'sha darvoza tomon yo'llangan zarba Timur Kapadze ijrosida edi, lekin biroz aniqlik yetishmadi. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Uni Shimoliy Koreyalik futbolchilar o'yinga kiritishadi. Cha Jong-hyuk. Hozircha jamoalar tarkibida o'zgarish bo'lgani yo'q. Vitaliy Denisov esa tibbiy yordamga muhtoj.
paytida raqib bilan to'qnashib ketgandi Denisov. Ammo bu o'yinni davom ettira oladi. Yonchizdan koreyalik futbolchilar to'pni o'yinga kiritib berishdi. E'tibor bering, oddiygina holatlarda endi xatolar kuzatiladi. To'pni to'xtatish, qabul qilish, aniq to'p kuzatishni xohlaymizmi yo'qmi, baribir yomg'ir o'z ta'sirini ko'rsatadi.